Xo'p, ovozim eshitilib turibmi? Hurmatli talabalar. Eshitilib turibdimi? Xo'p, bo'lmasa davom qildiramiz. Yana Gauss teoremasine keldik. Demak, maydonda maydon uchun demak Gauss teoremasi. Demak, bu Gauss teoremasida mana shu magnit oqimi yopiq kontur deb qaraydigan bo'lsak, mana yopiq magnit maydonida demak boshqa ta'sirlari yo'q degani, yopiq faqat shu magnit maydoni mavjud. Shu holatda demak mana shu oqimni hisoblaganda mana b d s dan yopiq kontur bo'yicha integral oladigan bo'lsak, demak bizda magnit oqimimiz demak nolga tengligi kelib chiqadi. Bu teorema demak Gauss teoremasi deb yuritiladi. Xo'p, endi magnit maydonda induksiya vektorining demak sirkulyatsiyasi yordamida biz demak mana shu turli xil demak sirkulyatsion shakldagi demak magnit maydonlarini demak mana bu yerda mana aylanaga o'xshaydi, lekin to'liq aylana buzilib ketgan. Mana shunday ko'rinishdagi elektr toki harakatlanayotgan bo'lsa, u holda demak buni hisoblashda mana integral L bo'yicha BDL deb hisoblashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda endi dl deganimiz biz tanlab olgan biron bir o'tkazishni bir bo'laki va shu dl demak vektor bilan mana magnit maydon induksiyasi orasidagi burchak alfa, demak biz bu yerda mana bl ni hisoblaganda b cos alfani ishlatishimiz kerak bo'ladi. Endi shuni demak integrallab demak hisoblaydigan bo'lsak, demak bizda mu 0 ko'paytirilgan i, ya'ni yopiq kontur bo'ylab magnit maydon vektorining sirkulyatsiyasi nimaga teng ekanligi kelib chiqadi. Mana. Xo'p. Endi magnit oqimni demak magnit oqimi yordamida biz mana bu g'altakni demak induktivligi yoki bo'lmasa uning demak magnit maydon induksiyasini hisoblashimiz mumkin. Mana g'altakdan elektr toki harakatlanganda demak mana ko'rishimiz mumkin. Mana I tok kuchi mana shunday yo'nalishda harakatlanganida uning ichidan mana ko'k vektor magnit maydon induksiyasi oqib o'tyapti. Endi shu magnit maydon oqimini hisoblaganda BS deb hisoblaymiz. S mana bu yerdagi demak ko'ndalang kesim yuzasi. Endi barcha demak o'ramlardagi oqimlarni hisoblash uchun biz F ni n ga ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni bittasi uchun BS, bu yerda n ta o'ram mavjud, shuning uchun uni n ga ko'paytirsak n BS ifode kelib chiqadi. Endi bu yerdagi mana bu b ni o'rniga bitta aylanma tok uchun deb hisoblab qo'yib ko'radigan bo'lsak, demak to'liq oqim mana mu 0 n kvadrat is taqsim l ekanligi mana kelib chiqadi. Xo'p, endi keyingi tushunchamiz magnit maydonda harakatlanuvchi o'tkazgichga ta'sir qiluvchi kuch va shu kuch ta'sirida jism qandaydir bir ish bajaradi. Mana bu demak magnit maydonda harakatlanuvchi tokli o'tkazishga amper kuch ta'sir qiladi. Buni mana I bu dl deb belgilaymiz. Dl degani mana shu yerdagi demak o'tkazishning uzunligi berilgan. Endi uni qandaydir bir dx masofaga ko'chirsak, bizda demak bajarilgan ish f ko'paytirilgan dx ga teng bo'ladi. Buni o'rniga keltirib qo'yadigan bo'lsak, bizda mana shu f teng bs ekanligi yana bir bora kelib chiqadi. Xo'p, endi shu bajarilgan ishni qanday qilib hisoblaymiz desak, demak a barobar i ko'paytirilgan delta f deb hisoblaymiz. Delta f degani f2 minus f1 ga teng bo'ladi. Ya'ni o'tkazgich harakatlanganda magnit oqimi o'zgarishi natijasida ish bajaradi.
Bu yerda demak delta F degani va F ikkimiz F1 bu mayt oqimining o'zgarishi deyiladi. Albatta bu formula tok kuchi konstanta, ya'ni I teng konstanta bo'lgan holat uchun ishlaydi. Agar tok kuchi o'zgaruvchan bo'lsa, unda umuman boshqacha qonuniyatlar bajariladi. Bu yerda ham demak shuni demak masga keltirilgan. Boshqacha ko'rinishi. Xo'p. Shu bilan bugungi demak nimamiz ma'ruzat qismimiz tugadi. Kimda savollar bo'lsa bering. Menda darsga taalluqli bo'lmagan savol bor edi. Tunisda daftarlarni olib borib berdim laboratoriyaga, keyin konspektlarni shuni qachon olamiz ekan deb so'rab turdilar. Daftarni qachon olamiz? Hmm. Ha, shu Mustaqil ish uchun topshirdilar uni, mustaqil ish uchun. shuni. Agar Qaytib olamizmikan yo daftarlarni o'zida duroyam qaytib ekan deb oladigan turdilar. bo'lsangizlar, mustaqil ish mavzu beraman, shuni yozib kelasizlar. Yana shu daftara. Yo'q, tushunmadingizlar. Yana men sizlarga mustaqil ish bermadim, shu daftarlarni topshirasizlar deb aytdim darsning boshida. Avo. Laboratoriya daftarlaringizni topshirasizlar dedim. Mustaqil ish mavzusi bermayman. Shu laboratoriya ishini mavzulari mustaqil ish bo'ladi. Shu laboratoriya mavzuda yozib o'rganingiz mustaqil ish sifatida o'tadi. Bo'lmasa, men 90 bet sizlar har biring 90 bet oq qog'ozda mustaqil ish yozishingiz kerak edi. Davlat yanqinov davlat tilida ish yuritishdan o'tdingizlarmi? Nima o'tdingizlar? Avo. Shunda yozdingizlarmi mustaqil ish? Avo. Ashuna deb yozib bersangizlar, ikkitaringlar daftarlaringizni. Yo'q, Bu mustaqil daftar ish uchun turaversin daftarlar turaversin tushuntirib desa, beraman. bu semestr uchun toza daftar tutasizlar. Hamma Bo'ldi, topshirishi kerak bo'ldi. edi. Ko'pchilik topshirmadi-da mustaqil ishni. Endi bu safar undatmayman. Bu safar endi mustaqil ish mavzusi beraman sizlarga. Bo'lmadi, sizlar tushunmadingizlar sizlar. Assalomu alaykum domlalar. Shu bo'yicha aytsak edim hozirman. Hisob domlalarimiz bajaradigan aprel oyina muddat belgilab turib topshiriq berib qo'yibdi. Siz ham iloji imkoni bo'lsa ertaroqdan shu bajarishimiz kerak bo'lgan vazifalarni ertaroqdan aytsangiz, shunga qarab biza qaysi tartibda topshiriladigan bo'lsa biza taxlasak yaxshi bo'lar edi-da. Endi aramizda ishlaydiganlarimiz ham bor-da, imkoniyatimizdan kelib chiqib bekorroq vaqtda ertaroqdan ishlab, yuklab vazifalarni taxlab borar edik. Bugun tashlab beraman sizlarga. Hem neçik Az tertipte tashlab beraman. topşırılışını ertaroqdan aytib qo'ying domla. Masalan, daftar deysizmi yo qog'ozdami, elektron nusxada chiqarilib topshiriladigan bo'ladimi? Ertaroqdan aytsangiz shunga qarab aytamiz. Endi hozir o'tgan safar konspekt dedilar. Men masalan konspekt emas, elektronni taxlab qo'yib, kerakini olib, shu oraliq yakunilar bo'yicha kerakini elektronni qidirib qo'shib aytdim-da. Keyinchalik nima bo'lmasin. Birinchi darsingizda shuni tushuntirib o'tsangiz hammaga ma'qul bo'lar edi deb o'ylayman. Xo'p, mustaqil ishni qo'lda yozasizlar. Qo'lda yozib topshirasizlar. Oq qog'ozda. Xohlasangiz Daftar ham yo'q. qog'ozda, xohlasangiz daftara. Farqi yo'q. Mustaqil ish daftar Bo'ldi. deb kelib topshirsangiz ham bo'ladi. Bo'ldi. O'tgan semestrnikini topshirdik. Toza semestrda toza daftar tutib yozib topshiramiz yana. Bu semestr tozadan boshlandi. Mavzular ham boshidan boshlandi. Nega ko'rgan bo'lsanglar, hammasi umuman boshqa mavzular bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. Sen mavzularni sizlarga Assalomu tashlab alaykum beraman. domlalar. Yozilish tartibini ham tashlab beraman. Ya ne gruppa tashiysizmi mavzularni? Mustaqil ish mavzularini. Har qayingizni bir lichkangizga tashlab bilinman-ku. Nera tashlaynasa? Modulga yuklasangiz moduldan olaveramiz. Modulga yuklasangiz bo'ldi emasmi domlalar?
Modulda yüklenip turibdi-ku. Modula girsangizda, men yuklab qo'yibman modula. Fan dasturi syllabus degan narsani yuklab qo'yibman. Shu yerda yozilgan mustaqil ish mavzulari. Syllabus degan narsa yuklab qo'yibman. Keyin Ya domla bo'lmasa shu fan dasturi deganni yuklab qo'yibman. O'quv yilini boshida yuklaverdik. Yodlaringizda bo'lsa. Yani modulni ochsangizlar, domla men hozir ko'rsataman sizlarga. Qarang. Hozir ko'rsataman. Yani DL deb kirasizlar, to'g'rimi? DL deb kirsangizlar, shu yerda demak, yana fizika 1-2 masofaviy birinchi semestr degan ichine girsangizlar, hozir men yana ko'rsataman sizlarga. Mana boshimdan ko'rsating. Yani shu yerda endi menda shuning umuman ochiladi. Shuning ko'rinishida ochiladi. Yani fizika 1-2 masofaviy hozir ikkinchi semestrni ham ochaman. Hozir bu yerda birinchi semestr. Shu ichine girsangizlar, dastur va syllabuslar deb turibgina shu yerga bosamiz. Dastur xohlagan mesela fan dasturi syllabusni ochsangizlar ham bo'ladi. Yani syllabusni ochsangizlar, syllabusning ichida yine ish o'rinida shuning mavzular ketadi yine. Bu yerda birinchi ma'ruza darslari yozilgan, keyin bu ikkinchi semestr uchun ma'ruza darslari, keyin bu yerda laboratoriya darslari birinchi semestr uchun, bu yerda ikkinchi semestr uchun yozilgan. Keyin amaliy mashg'ulotlar yozilgan, amaliy mashg'ulotlar. Mana bu demak birinchi semestr uchun amaliy mashg'ulotlar, pastda ikkinchi semestr uchun amaliy mashg'ulotlar keltirib. Endi shu pasida mustaqil ta'lim degan joyi bor. Mustaqil ta'lim birinchi semestr uchun yaxshi, buni sizlarga bermadim. Lishniy sizlar uchun og'irlik etmasin deb, yana bu yerda ikkinchi semestr degan joyi bor. Ikkinchi semestrda shu yerda demak nechta mustaqil ish berilgan? 15 ta mustaqil ish berilgan mana. Ko'rdingizmi? avada Shu yerdan olib o'zingiz yozib bilasizlarmi yo o'zim addiniy tashlab beraymi shuni o'zini ham yurib qolasiz? yo'q, domla olib netamiz o'zimiz, keyin gruppa tashlab beramiz, bo'ldi domla. Tushunarli bo'ldi. Tushunarli Biz общий bo'ldimi? gruppa tashlab beramiz, avada domla tushunarli. Xo'p, bu yerda yana 15 ta mavzu berilgan. Har bir mavzu bo'yicha daftar yozsangizlar ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa qog'ozda yozsangizlar, kimga qaysi o'ng'ay bo'lsa, lekin qo'lda yozasizlar. Qo'lda yozib, demak, shu ma'lumotlarni o'qib o'zlashtirishingiz kerak. Masalan, atom va molekulalarning magnit momentlari degan demak tushunchani olib turib, demak, shu tushuncha bo'yicha ma'lumotlarni kitoblardan yozib, qaysi kitoblardan foydalanganliklaringizni ham yozasizlar oxirida. Shu adabiyotni shu betida shunday deb yozilgan ekan. Shu kitobdan oldik deb yozish kerak. Tushunarlimi? o'n besh mavzuni hamma yozadi. 15 mavzu. Har bir Domla mavzuga o'zi alohida yozasizlar. maksimal necha varaqdan iborat bo'lsin, ne bo'lishi uchun? Varaq bo'lmaydi u. Varaq degan Ne? narsa bo'lmaydi u. Shu masalan atom va molekulaning magnit momentlari degan tushuncha to'liq yoritilishi kerak. U falon bet bo'ladi. Masalan, u yarim bet bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa bir bet bo'lishi mumkin. U topgan adabiyotingizga bog'liq bu. Masalan, biz ba'zi bir adabiyotlarda kengaytib yozilgan bo'lishi mumkin, ba'zilarida qisqartib yozilgan bo'lishi mumkin. Asosiysi shu tushunchani to'liq tushunib olishingiz kerak. Bu Tushunarli sizlar domla. bu fizika degan fan u yoki tarix yo ona tiliga o'xshagan fan emas-ku. Aniq fan bu. Konkret misol uchun bir tushuncha, bir formula bo'lishi mumkin masalan. Bo'ldi. Shu formuladagi kattaliklarni yaxshilab tushunib olsang, bo'ldi, yetarli bo'ladi. Masalan, uyurmaviy elektr maydoni deydi, betatronlar. Demak, bu dim katta mavzu bo'lmasligi mumkin. Qisqacha no'akalligi shu narsani to'liq, masalan, Maxwell tenglamalari masalan ko'proq yoziladi. Bu Maxwell tenglamalari uzun tenglamalar bo'ladi bu. Bu kattaroq mavzu misol uchun.
Ustoz, sizga mana shu adabiyotlar bormi? Agar bo'lsa, o'sha adabiyotlarni ham yuklab qo'ya olasizmi biza foydalanishimiz uchun? Iltimos tomon. Men adabiyot tashlab berganman sizlarga. Mana bu yerda asosiy adabiyotlar ham yozilgan. Men nima kursni boshida sizlarga juda katta betli adabiyot tashlab berganman. Uning ichida fizikaga doir hamma narsa bor. Guruhga tashlab qo'yibman, guruhga. Mana bu yerda mana qo'shimcha adabiyotlar ham bor mana. Asosiy adabiyotlar yozilgan mana. Keyin mana bu nimasida qo'shimcha adabiyotlar ham yozilgan. Mana bu yerda internet saytlari ham yozilgan. Qanday saytlar? Mana shu syllabusda hamma narsa berilgan. O'zim shu sizlarga qulay bo'lishi uchun bir 500 betlik kitob ham tashlab berib qo'yibman, o'zbek tilida yozilgan. Mana shu kitobdan o'qinglar deb tashlab bergandim. Kim esida bo'lsa, u ochib qidirsanglar topasizlar. Bormi yana savollar? Qachongacha topshirish kerak buni, domla? Oraliq nazoratgacha. Yaxshi, domla, rahmat. Oraliq nazoratgacha topshirish kerak. Chunki yakuniy nazoratda yozma ish bo'ladi. Mana shu yerda mana baholash tizimi ham yozilgan. Talabalarning bilimining baholash tizimi qanday usulda nima bo'ladi buni. Hammasi ko'rsatilgan. 3 olish uchun nima qilish kerak, 4, 5 olish uchun nima qilish kerak, hammasi yozilgan. Xo'p, bo'lmasa savollar bo'lmasa, kompyuterda yozib kelmasin yana. Stalar tushuntiringlar, qo'lda yozish kerak. Bu doston yozish shart emas. Shu tushunchani aniq konkret formulasi, chizmalari bilan yozsa bo'ldi. Bo'ldi, domla tushuntiraman, yozib qo'yaman. Yaxshi. Bo'lmasa darsimiz tamom.